farzandingizdagi ba'zi bir nutq nuqsonlarini uy sharoitida bartaraf etish mumkinligi haqida bilasizmi? Bolalarda 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan davrda nutqi jadal ravishda rivojlanib boradi. Agar shu davr ichida bolalarda yengil tovush talaffuzdagi kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, lug'at boyligida kamchiliklar kuzatilayotgan bo'lsa, so'zlarni bir-biriga bog'lashda ozgina qiyinchiliklar kuzatilsa, unda bunday nuqsonlarni uy sharoitida bartaraf etsa bo'ladi. Qachon logopedga murojaat qilish kerak? Qachonki yoshidan qat'iy nazar bolada duduqlanish kuzatilsa, artikulyatsion apparatida og'ir buzilishlar bo'lsa, 3 yosh bo'lsa ham hali ham nutqi bo'lmasa, bolaning nutqini tushunishi qiyin bo'lsa yoki umuman tushunmasa, nutq rivojlanmaganligi bilan bir qatorda boshqa jihatlarda rivojlanishda orqada qolishlar kuzatilsa, mutaxassisga murojaat qilish lozim.